Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ben Abdulhayy Murodxon, Kosonsoyning sentridanman. Hop, biz pechka olirdik, To'sin akani chaqirdik, kelib mana o'rnatib berdilar. İşçileri yaxshi. İş sifati ham zo'r ekan. Lama manga yo'q dedi. Xizmatlar ma'qulmi-ku? Ha, zo'r ekan. Xizmatlar ma'qul, ha? Mana hurmatli obunachilar, Kosonsoyga kelib o'rnatib yoqib berdik. Xudo xolasa, cho'tki tortishlari. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xizmatlar vodiy bo'ylab. Mana. Ozgina bu tomonni poli past ekan, bir 30 santimetr mana. Shuning uchun ozgina balandda o'rnadi pichkamiz. Bu tomonniki mana bu tomonniki boshlab orqasida reshetkasi bor. Mo'ri zigzag o'tib chiqib ketgan aylanib. 3 marta chiqarishga majbur bo'ldik. Bu yerda to'sin chiqib qoldi mana. To'sindan olib qochib, chiroyli qilib o'rnatib yoqib berdik. Xudo xolasa xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Albisopka ishlari bilan chiroyli turadi. Sinchli ekan uyimiz. Devordan sinchli mana 20 mi 15 mi shunaqa ekan devorni qalinligi. Xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sarlavhada nomerlar qoldi.